Hop, demak bugungi darsimiz ontogenez. Ya'ni ontogenez mavzusi, ontogenez shaxsiy rivojlanish degani. Tushunarlimi? Bizni hayot faoliyatimizda doim shaxsiy rivojlanishni amalga oshirib turamiz. Ya'ni doim o'qiymiz, izlanamiz, harakatlanamiz, o'samiz, rivojlanamiz, yeymiz, ichamiz va hokazo. Shular hammasi biz ontogenezimizga kiradi. Ya'ni har bir tirik organizmni inson sifatida, individ sifatida paydo bo'lib, embrional rivojlanib, undan keyin tug'ilgandan keyin post embrional rivojlanib, nobud bo'lgungacha bo'lgan davr ontogenez deyiladi. Ontogenez qachon boshlanadi degan savol tug'iladi. Ontogenez bu tuxum hujayra urug'langanda ontogenez boshlanadi. Ya'ni bundan oldin urug'lanish mavzusini o'tdik endi bo'lsa, spermatozoid hamda tuxum hujayra oxirida ko'payish, o'sish, yetilish, shakllanish bosqichida spermatozoid bilan tuxum hujayra paydo bo'ldi. Undan keyin tuxum hujayrani spermatozoid nima qildi? Urug'landi. Tuxum hujayrani spermatozoid urug'lantirgandan keyin nima paydo bo'ldi? Urug'langan tuxum hujayra nima deyiladi? Zigota deyiladi. Shu zigotalik davr boshlanishi bilan odamning qanaqa jarayon boshlanar ekan? Ontogenez bosqichi boshlanadi. Ontogenez nima desa, yaxshilab eslab qolinglar, shaxsiy rivojlanish. Endi ontogenezga qarama-qarshi jarayon bor. Ontogenezga teskari jarayon. Buni filogenez deydi. Filogenez tarixiy rivojlanish. Buni keyingi mavzularda o'tib tushunib olamiz. Hozircha demak, shaxsiy rivojlanish ko'rib chiqamiz. Shaxsiy rivojlanish bu ontogenez hisoblanadi. Ontogenezda ikkita davr bor. Birinchisi embrional rivojlanish, ikkinchisi post embrional rivojlanish. Embrional hamda post embrional. Aytaylik, mana zigota deylik. Zigotalik davrdan nima boshlandi? Ontogenez boshlandi. Mana bu yerda bitta to'xtash qilamiz-da. Afro o'stiramiz. Buni embrional rivojlanish, buni post embrional rivojlanish deymiz. Ya'ni zigotadan tug'ilguncha bo'lgan vaqtda mana bu yerga tug'ilish. Zigotadan tug'ilguncha bo'lgan vaqt nima deyilar ekan? Embrional rivojlanish. Tug'ilgandan keyin o'lguncha bo'lgan vaqt post embrional. Post embrional rivojlanish ikki xil holatda tugashi mumkin. Organizm o'lsa tugaydi yoki yana qanaqa bo'lsa tugashi mumkin. O'lmaydi, lekin post embrional rivojlanish tugaydi. Qaysi holatda? Qaysi? Tug'ilmasa? Yo'q, tug'ildi. U yashayapti. Bu post embrional davrda. Lekin post embrional davr shunaqa holatda tugaydi, organizm o'lmaydi. Bu bir hujayralikda ko'payadi-ku. O'shanda bitta hujayra rivojlanib, maksimal darajada ona hujayraga aylanib turib bo'linadi, to'g'rimi? Bitta hujayra ikkita hujayra hosil qiladi. Misol uchun bir hujayrali binar usulda bo'linadi-yu. Amyobalar, infuzoriyalar, tufelkalar yoki bakteriyalar bo'linadi. Mana bu hujayrani ikkiga bo'linishi buni ontogenezni yakunladi. Yangisini ontogenezni boshlaydi. Tushunarli? Demak, post embrional rivojlanish ikki xil holatda tugaydi. O'lim bilan yakunlanishi mumkin yoki hujayraning bo'linib yangi organizm hosil qilish bilan post embrional rivojlanish yakunlanadi. Endi ko'rib chiqamiz sizlarni embrional rivojlanish, post embrional rivojlanish. Shunday bosqichlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi embrional rivojlanish ko'rib chiqamiz. Embrional rivojlanish 3 xil tipda bo'ladi. Birinchi tipi, ikkinchi tipi, uchinchi tipi. Ya'ni barcha organizmni embrional rivojlanish bir xil kechmaydi. Hammada har xil ko'rinishda kechadi. Demak, bu tiplar lichinkasiz ona qornida. Demak, embrional rivojlanish nechta tipi bor ekan? 3 xil. Lichinkali, lichinkasiz ona qornida. Hamma organizmda bir xil bo'lmaydi, har xil bo'ladi. Buni odam misolini keltirib beraymi sizlarga? Misol, kimdir 5 yilga katta bo'ladi. Kimdir belanchakda katta qilgan bolasini. Hozirgi kunda zamonaviylashib ketdi-yu. Hozir bunaqa kachelchalar bor. Bolani solib turib bitta knopkani bosib qo'ysa, o'zi allaytib, sekin animal uxlatib qo'yadi. Shunga o'xshash har xil joyda katta bo'lganmiz hammamiz. Qaysidir oramizda bo'lishi mumkin, kimdir nima deydi?
beshigi ham bo'lmagan uyda, belinchagi ham bo'lmagan oddiy onasini bag'rida yoki onasini oyog'idagi yostiqchalarni ustida katta bo'lgan bo'lishi mumkin. Xuddi shuni singari barcha organizmlar ham 3 xil tipda. Embrional rivojlanish o'tadi. Lichinkali embrional rivojlanish, lichinkasiz embrional rivojlanish va ona qorinda. Yoki buni ontogenez desak ham bo'laveradi. Ya'ni lichinkali ontogenez, lichinkasiz ontogenez, ona qorinda rivojlanish. Birinchisi lichinkali embrional rivojlanish qaysi organizmlarda kuzatiladi? Lichinka hosil qiladigan barcha organizmlar bormi? Ularda lichinkali rivojlanish kuzatiladi. Misol uchun aytishimiz mumkin, biz lichinka hosil qiladigan eng dastlabki organizmlar bo'shliq ichliklardan aktiniyalar, koral poliplar. Gidrada lichinka yo'q. Gidradan yosh gidra chiqadi. Gidra lichinkasiz rivojlanadi. Endi koral poliplar bilan aktiniyalar lichinkali usulda rivojlanadi. Undan keyingi organizmlar chuvalchanglar lichinka hosil qiladigan bo'ladi, lichinkali usulda rivojlanadi. Lichinka hosil qilmaydiganlar istisno. Lichinka hosil qiladigan hamma organizmlar qanaqa rivojlanar ekan? Lichinkali. Lichinka hosil qilmaydiganlar lichinkasi. Ya'ni ona qorinida rivojlanish. Ona qorinda rivojlanish qaysi organizmlar uchun xos? Qushlar, hayvonlar. Qushlar ona qorindan tug'iladimi? Mana ular lichinkali emas-ku. To'g'ri, lichinkali emas, lekin ona qorinda ham emas-da. Shuning uchun lichinkasiz kirib ketadilar. Ona qorinda rivojlanishga bo'ladi. Tuxum nima u? Kim biladi tuxum nimaligini? Tuxum hujayrasi. Tuxum hujayrani urug'lanishdan hosil bo'lgan zigot, tuxum zigot. Biz yeyotgan tuxum zigot o'tgan safar aytdim-ku sizlarga. Sizlar g'ir-tamu hali tug'ilmagan bechora embrionlarni yeb pasirdi-ku. Tuxum zigot. Tuxum qayerda rivojlanadi? Qayerda embrionga aylanadi? Tashqi muhitda, ona qorinda emas. Shuning uchun tuxum qo'yuvchi organizmlar barchasini rivojlanishini nimaga olamiz? Lichinkasiz rivojlanishga olamiz. Endi ona qorinda rivojlanish qaysi organizmda kuzatiladi? Ona qorinda. Bu hayvonlar dema. Qush ham hayvon. Bu tepada gaplashganlarimiz ham hayvon. Demak, ona qorinda rivojlanish faqat sut emizuvchilarning yo'ldoshli vakillaridadir. Xaltali vakillarda ham ona qorinda rivojlanish bo'ladi, oz muddat bo'ladi. Misol uchun, xaltali sut emizuvchilar qaysiga kiradi? Kenguru. Keng emas guruh, shunaqami? Xaltali bo'ri, kenguru, xaltali sichqon, xaltali hokazo. Valloh, shu xaltali. Bu organizmlarda bachadon bor, lekin uda ham sust rivojlanadi. Boshqa yo'ldoshli sut emizuvchilar bor-ku. Bularni bachadonini aytaylik, 4 xonali kvartira deydigan bo'lsak, narigilarga 1 xonali kvartira. Ya'ni yo'ldoshliklarni bachadoni yaxshi rivojlangan, zo'r rivojlangan bola yaxshi yetiladi deydi. Endi xaltalilarni bachadonida bola yaxshi yetilmaydi. Bola ma'lum bir muddat embrion qanchadir embrionlik davrida qanchadir qismlashib o'tadi, keyin xaltaga tushadi, xaltaga tug'iladi. Xaltada katta bo'ladi. Yaxshi rivojlanmaydi bachadon. Nimaga? Chunki u bachadon yaxshi rivojlanmaydi. Endi haqiqiy ona qorinda rivojlanish qaysi organizmlarda? Sut emizuvchilarning yo'ldoshli vakili. Yo'ldoshli vakillarida bachadonda to'liq embrion rivojlanib bo'ladi-da, keyin tug'iladi, keyin o'zi hayot faoliyatini davom ettiradi. Tushunarlimi? 3 xil tipi embrional rivojlanishi. Endi embrional rivojlanishi, lichinkali, lichinkasiz ona qorinda rivojlanish tiplari bormi? Shu uchala tip bir xilda kechadi. Bir xil kechadi hammasi. Ya'ni qanday bosqichlar orqali kechadi desa, shu uchala tipning rivojlanish bosqichlarini ko'ramiz endi. Hozir past embrional rivojlanishni o'tib ketib qolganmiz, bu yerga chizsak. Pastga yozamiz. Demak, embrional rivojlanish nimalari? Bosqichlari. Yozuvda ko'rinyaptimi? Ha? Yozuv ham o'qisa bo'lyaptimi? Embrional rivojlanish bosqichlari nechta bosqichdan iborat? 3 ta. Birinchi bosqichimiz maydalanish. Ikkinchi bosqichimiz
gastrulyatsiya. Organogenez var. Uchinchi bosqichimiz Organogenez. so'zlashmas, organogenez. Organogenez yoki nevrologiya bosqichi hozir gaplashib qolamiz. Birinchisi maydalanish bosqichi. Eng mashhur bosqichlardan bittasi. Nimaga? Chunki maydalanish bosqichidan repetitorlar ham savol tashlayveradi, milliy sertifikat ham savol tashlayveradi, bitta ham savol tashlayveradi. Chunki hisob kitob bilan bog'liq bo'lgan bosqich. Biologiyada doim hisob kitobli mavzular qiziq bo'ladi. Doim ommabop bo'lgan savollar. Hamma hisob kitobli mavzulardan savol tashlash yaxshi ko'radi. Shu o'rinda mana. Demak, maydalanish bosqichi o'z nomi bilan aytib turibdi. Bu bosqich nima bo'ladi? Bu bosqichda hujayra son jihatdan ortadi. Maydalash. Son jihatdan ortadi. Lekin miqdori o'zgarmaydi. Tushunarlimi? Mana misol uchun bitta olmani taroziga qo'ysam qancha keladi? Borani 80 gram kelsin, 80 gram. Bu olmani 2 ga bo'lib taroziga qo'ysamchi? Ha, 4 ga bo'lib qo'ysamchi? Ya'ni olma nima bo'lyapti? Bo'laklari son jihatdan ortyapti. Lekin miqdori nima bo'lyapti? O'zgarmayapti. Xuddi shuni singari zigota ham. Maydalanish bosqichida bitta zigota deb olaylik, maydalanish bosqichida urug'langan tub hujayra. Mana joydan o'sha maydalanish bosqichi boshlanadi. Maydalanish bosqichi, gastrulyatsiya bosqichi va organogenez bosqichi. 3 ta bosqich embrionlar rivojlanish bosqichlari. Maydalanish bosqichida zigotadan boshlanadi va zigota ekvatorial meridional ko'rinishdagi ikki xil sathda bo'linadi. Ekvatorial sath bilasizlar, meridional sath bilasizlar. Qanaqa sathlarni bilamizmi? Misol uchun mana bilsanglar aytinglarchi, mani meridional usulda kessanglar, qayerdan boshlaysizlar kesish? O'ng qo'limdan chap bo'lgan, boshdan pastga qarab. Meridional usulda, demak, boshdan pastga qarab kesish. Xuddi shu ko'rinishda hujayra tepadan pastga qarab ikkiga bo'linsa, bunday bo'linish nima deylar ekan? Meridional bo'linish deyiladi. Meridional usulda birinchi bo'lib nima bo'linadi? Zigota meridional usulda bo'linyapti va ikkita nima hosil qildi? Ikkita hujayra hosil qildi. Yo'q, ikkita zigota emas, ikkita hujayra. Bu hosil bo'lgan hujayralarni biz endi zigota deb atamaymiz. Dastlab zigota edi. Blastomer. Zigota edi bu. Zigota edi. Zigota meridional usulda bo'lindi. Endi nima hosil bo'ldi? Blastomer hosil bo'ldi. Maqsad bo'ladi. Bu bola maqsad bo'ladi. Demak, zigota bo'lindi, nima hosil bo'lar ekan? Blastomer. Qanaqa usulda bo'lindi? Meridional sathda. Bo'linish qaysi turida? Bo'linish turida meyoz, mitoz. Qaysi birida? Mitoz bo'linadi. Bu bo'linishlar hammasi mitoz. Meridional bo'linish ham, ekvatorial bo'linish ham mitoz hisoblanadi. Mitozda to'plam nima bo'ladi? Takrorlanadi. Zigota urug'langan tuxum hujayra, zigotaning to'plami necha edi? Zigotaning to'plami 2 n. Kattaroq qilib yozaymi shuni hamma ko'rish uchun. Xo'p, mana maydalanish bosqichida zigota meridional usulda bo'lindi, hosil qilyapti. Blastomer hosil qilyapti. Zigotaning to'plami o'zi diploid 2 n urug'langandan keyin blastomerlarning to'plami ham 2 n dan bo'ladi. Chunki bo'linish mitoz bo'linyapti. Faqat sathiga nisbatan aytamiz. Meridional sathda, ekvatorial sathda. Demak, birinchi zigotaning bo'linishi qanaqa bo'linish? Qaysi sathdagi bo'linish? Meridional sathda bo'linish. Endi ikkinchi bo'linish boshlanadi birinchidan keyin. Ikkinchi bo'linishda ham xuddi shunaqa. Yuqoridan pastga meridional usulda bo'linadi. Demak, birinchi meridional, undan keyin yana meridional usulda. Endi son jihatdan ketamiz. Bitta zigota bor edi bizda. Bu zigotamiz meridional usulda bo'lib, nechta blastomer hosil qildi? 2 ta. 3 ta? Ha, 2 ta. Bu 2 ta blastomerimiz yana meridional usulda bo'lib, nechta hujayra? 4 ta hujayra hosil qiladi. 1, 2, 3, 4. Meridional bo'linishlar mana 2 marta bo'ldi. Mana birinchi meridional bo'linish, ular ikkinchi meridional bo'linish. Endi mana
to'rtta blastomerimiz qanaqa usulda bo'linadi keyin? Ikki marta meridianaldan keyin ekvatorial usulda bo'linadi. Mana ekvatorial sathda degan. Ekvatorial usulda bo'linsa, har bir hujayramiz ikkiga bo'lindi. Bu ko'rinishda demak 8 ta hujayra paydo bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi? Navbatlashadi. Meridian, ekvator. Meridian, ekvator. Shu ko'rinishda. Undan keyin meridianal usulda bo'linib chiqadi hammasi. Yana ekvatorial usulda bo'linadi. Shu ko'rinishda, demak, hujayramiz son jihatdan nima bo'lyapti? Ortyapti. Miqdor jihatdan o'zgarmadi. Meridianal 16, ekvatorial 32, Meridianal meridianal 64, ekvatorial 128. Shu ko'rinishda yozib olsanglar qulay bo'ladi. Birdan ikkiga o'tish oralig'iga meridianal straight chaladi. Agar mabodo faqat raqamni o'ziga yozaman desang, 2 dan boshlaydi. 2 to 6 8 shekilli 16 32 64 128. Karrani 2 ga ko'paytirib ketaveramiz. Yoniga yozib qo'yamiz. Meridianal, ekvatorial, ekvatorial. Ya'ni har bir raqamni yoniga bo'linishini yozsangiz 2 dan boshlab ketadi. Tushunarlimi? Chunki birinchiga meridianal qo'ysangiz adashasiz. Birinchi hujayra meridianal bo'lingan, meridianal bo'lishdan hosil bo'lmagan. Agar birga meridianal qo'ysak, ikkiga meridianal qo'ysak, mana to'g'riga ekvator bo'lib qoladi. O'shaning uchun xato bo'lib qoladi. Shuning uchun agar mana ko'rinishni yozaman desanglar, birga hech nima yozmaymiz. Bir meridian usulida bo'lib, ikkita, keyingisi bu ikkita hujayramiz meridian usulida bo'lib, to'rtta, shunaqa qilib 2 dan boshlab yozib keting. Yoki eng qulayi mana ko'rinishda, strelka bilan, chiziqchalar bilan bitta hujayramiz meridianal bo'lsa ikkita hujayramiz meridianal bo'lsa 4 ta qilib yozib ketsanglar ham yozishga qulay bo'ladi. Shu ko'rinishda demak masalalarni ishlab topasiz. Tushunarlimi? Foydalanish bosqichini mohiyatiga yetdinglarmi? Endi foydalanish bosqichi 2 xil bo'ladi. Bir tekis, notekis bo'ladi. Mana biz hozir deyarli bir tekisda bo'ldik. Hujayralar hamma tomoni bir tekisda bo'ldi. Endi notekis bo'lish qanaqa bo'ladi desa, mana zigotada o'sha meridianal bo'linishlar ketyapti. Bundan keyin ekvatorial bo'linishda ana ko'rinishda bu. Hujayrani bir qutbidagi, nima deydi? Blastomer bir qutbidagi hujayralar yirikroq, keyingi qutbdagilar maydaroq. Nimaga desa, bunda sariqlik miqdori ko'p bo'ladi. Sariqlik hujayrani bo'linishiga xarakter beradi. Sariqlik tepaga surilib boraveradi, tepaga surilgan qismdan mitoz bo'linishi susayadi. Mayada mitoz bo'linishi ko'payib ketadi. Hujayra bo'linaveradi, lekin notekis hujayralar katta kichikligi har xil ko'rinishda bo'lib qoladi. Xo'p, maydalanish bir tekisda kechadigan organizm lansetnik tuzilmasida 3000 ta hujayra bor. Notekis kechadigani tuxum qo'yuvchilar. Tuxum qo'yuvchi organizmlar qaysilar noxo'lir? Tuxum qo'yuvchi organizmlar. Tuxum qo'yadiganlarni bilmaysan. Nima tuxum qo'yadi? Dinozavr nima deydi? Tovuq, qattiqroq aytaylik, tovuq tuxum qo'yadi yana-chi? Barcha qushlar yana sudralib yuruvchilar tuxum qo'yadi. Bir ikkita sut emizuvchilar ham bor tuxum qo'yadigan. Demak, tuxum qo'yuvchi organizmlarda maydalanish qanaqa kechadi? Notekis, chunki ular sariqligi ko'p, tuxum yeganmisizlar, ichida katta sariqlik bor, to'g'rimi? Bu sariqlik nima? Ko'pchilik buni bu sariqlikni zigota deb o'ylaydi. Bu zigota emas. Bu sariqlik u oziqa modda, oqsil modda. Kichkina zigotachasi bor, murtakchasi. O'sha zigota. Tuxumning asosiy qismi oziqa modda. Tuxumning oq qismi sitoplazma, sariq qismi oziqa modda. Shuning uchun bo'linish notekis bo'ladi. Lansetlikda qanaqa bo'lar ekan? Bir tekisda maydalanish bosqichi kuzatiladi. Endi esingizda bo'lsa, bitta zigota meridian bo'ldi, nima hosil qildi dedik? Blastomer hosil. Ana har bir hujayrani biz aytamiz. Ana notekis uchirish kerak ekan. Ko'ryapsizmi? Demak, blastomer nima ekan?
bo'linishdan hosil bo'lgan har bitta hujayraning ismi blastomer. Endi mana bo'linishdan hosil bo'lgan bir qavatli embrion bor-ku, shuni blastula deymiz. Blastula. Mana shu embrionni butun boshli zigotani maydalanish bosqichini o'tib bo'lgandan keyingi bir qavatli embrionni blastula deydi. Haligi blastulada joylashgan minglab hujayraning har birini blastomer deymiz. Qanaqa deydi? Bitta hujayra blastomer deyman. Bitta hujayra blastomer. Hujayralar yig'indisi bir qavatli embrion yoki blastula. Endi blastulaning ichida nima bo'ladi? Suyuqlik bo'ladi. Bir qavatli embrion deyman. Bir qavatli embrion, bir qavatli shar bor-ku. O'sha sharning ichiga suyuqlik to'ldirib qo'yilgan. Endi haligi blastulaning ichidagi suyuqlik nima deyiladi? Blastosel. Blastosel. Eslab qolmayapsizmi? Har bir hujayra blastomer, bir qavatli butun boshli embrion blastula. Endi o'sha blastula ichidagi suyuqlik blastosel, suyuqlik. Tushunarlimi? Endi o'sha blastoselni atrofini o'rab turgan bir qavatli hujayra bor-ku, devor hujayrasi. Mana hujayra. Bularni blastoderma deydi. Bilinglar ekan? Blastoderma. Blastula bu butun boshli embrionning ismi. Endi unda nimalar bor? Blastomer bor, blastosel bor, blastoderma. Blastomer har bir hujayrasi, blastosel ichidagi suyuqligi, blastoderma uni bir qavat, tashqi devor qavat. Tushunarlimi? Maydalanish bosqichidan gapirib o'tadigan asosiy ko'rsatkichlarimiz, asosiy tushunchalarimiz menimcha shular. Endi hisob-kitobli qismi bor. Hisob-kitobli qismiga ozgina ishlaymiz hali, uni sizlar bilan masalalarni va hokazo boshqasini. Yo hozir birorta masala berib ko'raylik. Maylimi? Bo'pti, shimpanze zigotasini 4 marta meridional bo'linishdan hosil bo'lgan. Erkak shimpanze zigotasining 4 marta meridional bo'linishdan hosil bo'lgan blastomerlardagi jinsiy X xromosomalar sonini aniqlang degan masala ketdi. Qaytaraman. Erkak shimpanze zigotasini 4 marta meridional bo'linishidan so'ng hosil bo'lgan blastomerlarda nechta jinsiy X xromosoma bor? Nima? Uslubi mana boshing ko'tarib. 8 ta bo'lsa kerak. 8 ta bo'lsa kerak, ular tez aytadigan emasmi? Fikrlaymiz-da mana. Qarang. Nechta? 64 ta. To'ppa-to'g'ri 64 ta. Qarang mana shimpanze zigotasi. Mana bitta shimpanze zigotasi deb olaylik. Bu 4 marta meridional bo'linishdan so'ng dedim. Mana sanab chiqamiz. Tayyor mana qo'llanmamiz bor-ku, sizlar yozib ishlaysizlar shu. Mana birinchi meridian bo'linish, bu ikkinchisi, bu uchinchisi, mana to'rtinchisi. 4-meridiandan bo'linishdan keyin zigota nechta blastomer hosil qilyapti? 64 ta blastomer hosil qilyapti. Endi 64 ta blastomerda shimpanzening zigotasi erkak shimpanze degani uchun X, Y bo'ladi-yu. Endi xuddi mana shundan 64 ta bor. 64 tasi nechta X xromosoma bor? 64 ta. Chunki bitta hujayrada bitta X, 64 tasida 64 ta X xromosom. Nechta jinsiy xromosoma bor desam, nechta bo'lardi? 128. 128 ta. Ikkita jinsiy xromosoma, ikkita oshliq. Tushunarlimi? Xuddi mana shu ko'rinishdagi oson va sodda savollar bilan boshlanadi masalalari, lekin oxir bunaqa yakunlanmaydi. Oxiri ancha og'riqli, achinarli, qiyinchilik bilan yakunlanadi. Chunki sertifikat zo'r masalalarni beryapti. Bitta masalasini misol keltirib beraman, lekin ishlab vaqtimiz ketkazmaymiz. O'sha blastomerning aytaylik 4-meridional bo'linishdan so'ng keyingi bo'linishda, ya'ni ekvatorial bo'linishda hosil bo'lgan hujayralar 50% ishtirok etmadi. Va ular bu bo'linishdan keyingi bo'linishdan qo'shilib ketdi degan masala. Unda mana meridional bo'linishdan so'ng 64 ta bormi? Buni 32 tasi ekvatorial bo'lib, mayda 128 ta emas 64 ta olamiz. Keyin qolgan 32 tasini boshqa tomonga 64 ga qo'shamiz. 64 ga 30 ga qo'shib 96. Endi keyingi bo'linishlardan 96 ni 2 hissa oshirib ketamiz. Endi bizning mana bu karrali sonimiz buzilib ketadi. Bundan keyingi bo'linishda 7-meridional bo'linishda 50%, 4-ekvatorial bo'linishda 25% bo'linmadi, 3 marta bo'linishdan so'ng qo'shilib ketdi, 5 marta bo'linishdan so'ng qo'shilib ketdi degan masalalar chiqdi.
Bular ancha qiyin. Bular bilan ancha shoshmasdan yaxshilab yozib ishlash kerak. Hozir sizlarga просто bitta analogini ko'rinishini ko'rsatib qo'ydim xolos. Bunaqa masalalar bor. Qani ishlaymiz bularni, xudo xohlasa. Hozircha davom etamiz. Embrional rivojlanish, maydalanish bosqichi bo'yicha savol yo'qmi? Suyman? Bizda doim yo'q deymiz. Biz oshxonani tinch qilamiz deymiz. Yaxshi, endi maydalanish bosqichidan so'ng qaysi bosqich? Gastrulyatsiya. Gastrulyatsiya nima degani? Gastrulyatsiya bu ikkinchi qavatning paydo bo'lishi degan. Gastrula ikkinchi qavat. Ikki qavatli embrion degan gastrul. Gastrulyatsiyada endi mana bu ko'rinishdagi bir qavatli blastodermamiz bor-ku, blastulamiz. Bir qavatli embrionimiz. Endi o'sha ikkinchi qavatni hosil qilish jarayoni kechadi. O'sha jarayonni biz nima deymiz? Gastrulyatsiya. Mana raqamlarni o'chirib tashlaylik, ha? Yaxshi o'rganib oldinglarmi? Xo'p, endi gastrulyatsiya jarayoni mayda kechgan ekan gastrulyatsiya. Biz yozib beramiz. Gastrulyatsiyaning turlari bor. Birinchisi migratsiya. O'sib kirish, Otib kirish. kirish. Xo'p, gastrulyatsiyaning ikkinchi qavat paydo bo'lishi dedik-a. Mana tasavvur qilaylik biz bir qavatli embrion turibdi. Bu bir qavatli embrion qanday qilib ikkinchi qavat hosil qiladi desa, har xil organizmlarda har xil usulda hosil bo'ladi. Misol uchun ayrim hujayralarning ichkariga ko'chib o'tishi orqali ikkinchi qavat paydo bo'lishi. Bu jarayon migratsiya deyiladi. Migratsiya degan ko'chib o'tish. Hujayralar shunchaki tashqi qavatdan ichki qavatga ko'chib o'tgan, bir bo'lgan ikkinchi qavatni paydo qilgan. Migratsion usullar gastrulyatsiyasi kechadigan organizmlar bu bo'shliq ichliklar hisoblanadi. Yo'q, bo'shliq ichliklar. Kovak ichliklar. Ha, kovak ichliklar. Kovak ichliklar yoki bo'shliq ichliklar, gidralar, koral poliplar, meduzalar bormi? O'shalarni gastrulyatsiyasi qanaqa tipda ekan? Migratsion tipda. Demak, bo'shliq ichliklar, kovak ichliklar shu organizmlar migratsiya tipda. Hujayralar tashqi qavatdan ichkariga ko'chib kirish orqali amalga oshadi. Endi keyingisi nima ekan? O'sib kirish orqali gastrulyatsiya. Bunda bir qavatli embrion turibdi. Uni tashqi qavatdagi hujayralar endi ichkariga o'sadi. Ichkariga o'sishi natijasida hujayralarning o'sishi ikkinchi qavatda paydo bo'ladi. Hujayralar sekin o'stidan nima qildi? Tashqi qavatdan ajrab chiqdi. Ichki qavatda paydo bo'lib qoldi o'sish hisobiga. Va bu jarayon o'sib kirish deb ataladi. Bu kuzatiladi amfibiyalarda. Amfibiyalar qaysiga kiradi? Baqalar, qurbaqalar, salamandra, triklo. Qanaqa toshbaqa ey? Baqa desa, hammasiga keladi. Bu baqasi bor hamma o'ziga. Baqalar, qurbaqalar, toshbaqalar, baqalar, qurbaqalar, salamandra, triklo. O'sib kirish orqali kiradi. Amfibiyalar deb ataladi. Amfibiya. Keyingisi qatqar. Doim juda ham ko'p holatda birga keladigan ikkita organizm. Qushlar bilan sudrali yuruvchilar. Qushlar va sudrali yuruvchilarda gastrulyatsiyasi qatqar tipda amalga oshadi. Bunda yana o'sha bir qavatli embrionni tashqi qavatlari qat-qat ko'rinishda, ya'ni qavatma-qavat ko'rinishda ichkariga ko'chib o'tib, ikkinchi qavatni hosil qiladi. Blastuladan nima hosil bo'lyapti? Blastuladan oxir gastrula hosil. Maydalanishi demak oxiri blastula hosil bo'ldi. Maydalanish bosqichi tugab, endi gastrulyatsiya bosqichi boshlandi. Gastrulyatsiyada gastrula hosil bo'ladi. Mana shu ikki qavatli hosil bo'layotgan embrionlarimiz bor-ku, shularning hammasi gastrula. Ikki qavatli embrion.
Qat-qat tushunarlimi? Qaysi organizmda ekan? Shular bilan sudralib ushlar. Endi oxirida botib kirish. Botib kirishda qanaqa jarayon kuzatiladi? Botib kirishda yana o'sha hujayramiz botib kiradi. Bir tarafidan qo'lni bosaylik, tasavvur qiling. Yumshoq, dumaloq tuzilmagan qo'lni bosyapsiz. Xuddi shu singari tashqi qavat ichkariga botib kiradi-da. Mana ko'rinishda tepasi tutashib ketadi bir-biriga. Shu demak botib kirish deydi. Tushunarlimi? Dumaloq narsaga bosadigan bo'lsak, u ichiga kirib qoladi-yu. Xuddi shu singari ichkariga botib kirdi. Tashqi qavat ichkariga botib kirish natijasida dastlab bu dumaloq bo'lgan, keyin shu dumaloqqa ozgina bosim berilgan, keyin bu bosim kuchaydi. Botyapti. Tasavvur qilinglarmi? To'la botish natijasida tepalari o'zaro qo'shilib ketdilar. Endi bizda oxirida nima paydo bo'ldi? Ikki qavatli gastrullar paydo bo'ldi. Ikki qavatli embrion gastrul. Shularning hammasi gastrullar. Endi botib kirish jarayoni qaysi organizmda kuzatiladi? Lancetnikda kuzatiladi. Lancetnik. Tushunarlimi? Gastrulyatsiya bosqichi. Endi gastrulyatsiyani oxirida ixtisoslashish degan jarayon bor. Ixtisoslash ikki xil bo'ladi. Marhalaviy ixtisoslashish, biokimyoviy ixtisoslashish. Gastrulyatsiyadagi hujayralarning ayrimlari o'zi kelgusidan qanday turdagi hujayra hosil qilishiga ko'ra ikki xil usulda ixtisoslashar ekan. Misol uchun, kelgusida epiteliy hujayrasi hosil qiladigan dastlabki embrional hujayralar o'zi uchun kerakli bo'lgan kimyoviy modda sintezlaydi. Epiteliy uchun kerak bo'lgan xususiyatlar bu tonofibrillalar hisoblanadi. Muskul hujayrasini hosil qilish uchun ixtisoslashgan hujayralar miofibrillar hosil qiladi. Oshqozon osti beziga aylanmoqchi bo'lgan hujayralar insulin sintezlaydi. Ya'ni bu hujayralar kelgusida qaysi hujayraga aylanmoqchi, qaysi to'qimaga aylanmoqchi, xuddi o'sha sintezlaydigan moddani sintezlaydi. Bu biokimyoviy ixtisoslash deydi. Marhalaviy ixtisoslash shakl jihatdan o'xshab boradi. Dastlab hamma hujayra bir xil shaklda, keyin ayrimlari duksimon, ayrimlari yulduzsimon, ayrimlari soxtayoqli ko'rinishda bir-biridan farqlanib ketadi. Bu marhalaviy ixtisoslash. Demak, hujayra shakl jihatdan ixtisoslashda nima ekan? Hujayraning shakli o'zgaryapti. Marhalaviy ixtisoslashish hujayra sintezlaydigan kimyoviy moddasi o'zgarib borsa, biokimyoviy ixtisoslash kuzatiladi. Shu gastrulyatsiyaning oxiridagi ikki xil ixtisoslash, marhalaviy ixtisoslash, biokimyoviy ixtisoslash. Undan keyin keyingi bosqichimiz organogenez bosqichi. Organogenez yo'li bosqichi. O'chirib tashlasam bo'laveradi, buni taraf o'chirib tashlaylik. Organogenez yoki neyrula bosqichi. Neyrula yoki organogenez. Nima uchun neyrula deyiladi? Chunki o'zak organlar paydo bo'ladi. Organogenez bosqichida 3 ta o'zak organ paydo bo'ladi. Birinchisi qo'rda, ikkinchisi nerv nayi, uchinchisi ichak naychasi. Bizda gastrulyatsiyada dastlab ikki qavatli embrion paydo bo'ldi. Endi ba'zi organizmlarda, ya'ni bo'shliq ichlilarda ikki qavatli embrion shu ikki qavat holatida qoladi. Bo'shliq ichida. Undan keyingi organizmlarda bu ikki qavatli embrion uchinchi qavatni hosil qiladi. Uchinchi qavat hosil bo'ldi. Ikki qavatli embrion paydo bo'lganda ichkisini endoderma, tashqisini ektoderma derdik. Endi 3 qavatli embrion paydo bo'lsa, ichkisi endoderma, tashqisi ektoderma, o'rtasi mezoderma deyiladi. Oynani ochib qo'ysin shekilli. Havo ochib qo'yiladi, havo almashib olsin. Demak, tashqi qavat nima ekan?
ektoderma. Ichki qavat Endoderm. endoderm, o'rtasi Mezoderm. mezoderma hisoblanadi. 3 ta qavatli bor. Bu 3 ta qavat paydo bo'lishi va gastrulyatsiyalar paydo bo'ladi. 3 ta qavat. Tamam. Strelga qilaman. Bitta, ikkita, 3 ta. 3 ta qavat gastrulyatsiyada paydo bo'ladi. Ancha sog'lom. Xo'p, endi o'zak organlarining paydo bo'lishi. O'zak organlar qo'rda, nervnay, ichak naychasidik. O'zak organlar ikkita qavatdan paydo bo'ladi. Mezoderma qavati uchun qizilda chizib bergan. Qizilda chizib qo'ygan mezoderma o'rta qavat bor-ku? Bu qavatdan o'zak organ paydo bo'lmaydi. Faqat ektoderma va endodermadan paydo bo'ladi. Ektoderma qavati tarlosimo ko'rinishda ichkariga botib kiradi. Tarlov ikkita yonidan nerv hujayralari paydo bo'ladi asoslashda. Qolgan qismidan teri epiteliysi, teri hosilalari paydo bo'ladi. Ektoderma ichkariga botib kirdi, tarlov qismida nima paydo bo'ldi? Nerv hujayralar. Endi nerv hujayralarining yuqori qismi sekin o'zaro yopilib, shu ko'rinishdagi nerv naychasini hosil. Nerv naychasi qaysi qavatdan paydo bo'lar ekan? Ektoderm. Ektoderma qavatdan paydo bo'ladi. Endi endoderma qavati yelka qismi. Mana orqaga nisbatan bo'lsa, orqa bog'liq qismda. Biz orqa miyamiz orqa tarafda joylashgan-ku. Xuddi shuni singan. Endodermaning yelka qismi tepaga botib kiradi. Va endodermaning yelka qismidan qo'rda paydo bo'ladi. Qolgan qismidan endoderma, ichak epiteliysi paydo bo'ladi. Mana bizda 3 ta tuzilma paydo bo'ldi. 1, 2, 3. Birinchisi ektodermadan paydo bo'lyapti. Nima ekan bu? Nerv nay. Ikkinchisi endodermaning qaysi qismidan? Qo'rda. Endoderma qaysi qismidadir? Yelka. Endodermaning yelka qismidan qo'rda paydo bo'ladi. Uchinchisi ichak epiteliysi. Qaysi qavatdan? Endoderma. Hop, endi bitta zo'r tajriba bor. Shpemen degan olim tajribasi. Shpemen. Ana yoqmaslik shoxini ketadi. Ha? Tashqaridagi. O, derazalar ochiqmi? Bundan qarach. Ichini ochib qo'ydi sal. Havo olmasin. Voy. Qo'yma, to'laysan. Hop, nervnay qo'rda ichak epiteliysi qayerdan paydo bo'lishini ko'rib oldik. Endi sizlar bilan gaplashadiganimiz bu Shpemen tajribasi. Shpemen zo'r tajriba o'tkazgan. Shpemen nima qilgan? Sun'iy ravishda siyam egizaklarni olgan. U embrional induksiya degan qonunni kashf qilgan. Embrional induksiya nima? O'zak organlar dedik-ku. Nima uchun bular o'zak organ? Bular yo'l boshchi organ desak ham bo'ladi. Yo'l boshchi organ. Haligi oilada ham, jamoada ham bitta kattasi bo'ladi-ku. O'sha nima desa qilinadi. Masalan, oilada otalarimiz nima desa qilamiz, singil akalari nima desa qilmaydi. Ota nima desa qiladi, ular ham baribir akanga quloq solmaydi. Yoki gruppada sinfdoshlar, oshna-og'aynilar, orasida bir kishi bo'ladi. O'sha nutq kuchli bo'ladi, ta'sirchan bo'ladi, bolalarga ta'sir o'tkazib, yo borib dars qilishadi, yo borib yana dars qilishadi. Ular faqat dars qilishga boshlaydigan bolalar bo'ladi. Shuni singari qarang, yo'l boshchi a'zo bor bizda. 3 ta yo'l boshchi a'zolarimiz bor. Qo'rda, nervnay, ichak epiteliysi. Bu a'zolarga qarab, bu organlarga qarab boshqa narsalar sintezlanadi. Misol uchun, endoderma yelka qismida xo'rda paydo bo'ldi-yu, shu xo'rdaga qarab nervnay paydo bo'ldi. Xo'rdaga qarab. Xudo qaraydi, xo'rda paydo bo'lib qoldi. Kelinglar, biz nervnayga aylanaylik deydi. Xo'rda nervnay paydo qiladi, xo'rda pastda ichak epiteliysi paydo bo'ladi.
haligi narsaga o'xshaydi-da. Misol, yangi dom qurilsa, sразу tagiga nima quriladi? Bozor quriladi, magazin quriladi, savdo sohasi, kosmetika quriladi, bu yerga aniq ayollar keladi. To'g'rimi? Xuddi shuni singari, mana o'zak organlar o'zidan keyingi organning paydo bo'lishi ta'minlanadi. Buni qanday ifodalaymiz? Qanday isbotlaymiz buni? Ey. Zibo. Bor, yo'q hech jo'ray. Shohni quvvat o'yladikmi? O'chirmadi, tozaman. Ko'p borgan bo'lsam, toza. Xo'p. Shveyga qonunida shunaqa tajriba o'tkazadi. Baqada tajriba o'tkazadi Shveyga. Bitta baqani xo'rdasi bor-ku. O'shanisini ko'chirib oladi. Embrionlar rivojlanayotgan baqa. Endi tasavvur qiling, mana boshqa baqa. Bu baqada endoderma qavatdan xo'rda ham paydo bo'lgan. Ektoderma qavatdan nerv nagi ham paydo bo'lgan. Ichaki iftilisi ham bor. Ikkala baqa teng rivojlanyapti. Ana baqani xo'rdasini oldi. Xo'rdasini olib, bu baqani qorin qismiga o'rnatdi. Qorin qismi. Bular o'zak organ, o'zidan keyingi organlarning rivojlanishiga javobgar edi-ku. Endi mana xo'rdani, mana baqani qorin qismiga o'rnatib qo'ydi. Bu baqani orqa tarafda nerv naychasi ham paydo bo'ldi. Chunki bu baqani mana qorin tarafidagi hujayralarda shunda qarasa xo'rda ekan, ha, demak, nerv naychasi biz tarafdan paydo bo'lar ekan deb, buni nerv naychasi paydo bo'ldi. Shu baqa rivojlansa, kelgusida bir-biriga yopishib o'sgan ikkita baqa paydo bo'ladi. Chunki mana o'zak organlarga qarab turib, boshqa organlar ham paydo bo'ladi-da. Mana bu yerda jigar paydo bo'ladi, bu yoqda yurak paydo bo'ladi, va hokazo. Tushunarlimi? Demak, o'zak organlarning vazifasi nima? Keyingi organlarni paydo qilish. Bir organning paydo bo'lishi ikkinchi organga qarab bo'ladi. Ya'ni korrelyatsiya prinsipi asosida bo'ladi. Misol, yurak paydo bo'lsa, yurakdan sekin nima o'sib chiqadi? Qon tomirlar. Chiqishda yurak paydo bo'lsa, keyin undan siydik yo'l o'sib chiqmaydi-ku. Yurak paydo bo'lsa, keyin undan siydik yo'l o'sib chiqadi. Yurak paydo bo'lsa, undan qon tomir. O'pkalar paydo bo'lsa, uning ichida nima paydo bo'ladi? Alveollar paydo bo'ladi. Yurak uchun nefronlar paydo bo'ladi. Bir a'zoning rivojlanishiga qarab ikkinchi a'zo paydo bo'ladi. Jigar paydo bo'lsa, qarama-qarshilik taloq paydo bo'ladi. Bu jarayonni korrelyatsiya prinsipi deydi. Va Shpeymen o'zining induksiya qonunida buni isbotlab beradi. Tushunarlimi? Shpeymenning qonuni qaysi ekan? Embrional induksiya qonuni. Shpeymen qonuni hisoblanadi. O'zak organlar. Endi o'zak organlar butun boshli organizmni rivojlantirdi. Va organizm rivojlangandan keyin tug'ilish jarayoni kuzatiladi. Organizm tug'ilgandan keyin embrional rivojlanish tugab qaysi davrga o'tadi? Post embrional rivojlanish davriga. Endi odam tug'ilgandan keyin yoki barcha organizmlar tug'ilgandan keyin har xil tuzilmalar paydo bo'ladi. Har xil organlar, a'zolari. Bizni bilishimiz kerak bo'lgan yana bitta narsa, qaysi qavatdan nima paydo bo'lishi. Necha qavat bor edi embrionda? Nechta qavat bor edi? Murtak varaqalari deyiladi. Murtakki 3 ta varaqasi bor. Endoderma, mezoderma, ektoderma. Murtak varaqalar. Endi shu murtak varaqalardan paydo bo'ladigan narsalarni birma-bir sanab chiqamiz. Yozib beraman sizlarga, yozib beraman. Undan keyin asosiy katta narsalarni yozib beraman. Keyin maydalashib ko'ramiz. Birinchisi ektoderma. Ektodermadan birinchi paydo bo'lyapti nerv, nimasi? Ayi. Ikkinchi paydo bo'lyapti teri, epidelisi. Uchinchisi paydo bo'lyapti sezgi organlari. Nerv nima deganda polinerv sistemasi. Nerv sistemasiga oid bo'lgan qanaqa hujayra, nerv hujayralari bo'lsa, hammasi qaysi qavatdan? Ektoderma qavatdan. Teri epidelisi, teri hosilalari, tirnoq soch va hokazo, hammasi ektodermadan. Sezgi va tish emali. Shunga e'tibor qaratib ketilgan kitobda ham biz ham yozib ketamiz. Tish ektoderma qavatdan paydo bo'ldi. İkinci qavatimiz mezodermami?
Mezoderma qavatdan paydo bo'ladi, o'rta qavatdan. Birinchisi umumiy biriktiruvchi to'qima deylik. Organlar sistemasiga nisbatan yozib beraman, yodlab qolish oson bo'ladi. Birinchisi tayanch harakat. Tayanch harakatga nimalar kiradi? Tayanch harakat. Suyak muskul deydi. Tayanch suyak, harakat muskul. Hop, ikkinchisi jinsiy sistema. Uchinchisi ayrish sistemasiga oid barcha organlar va hujayralar ayrish. To'rtinchisi qon aylanish. Demak, nechta organlar sistemasi ekan? Barcha biriktiruvchi to'qima va 4 ta organlar sistemasi. Oxirida 3-qavat endoderma. Endoderma qavatdan bizda nima hosil bo'ldi? Eng asosiysi o'rda bilan ichak hosil. O'rda. Ikkinchisi hazm sistemasiga oid barcha tuzilmalar. Uchinchisi nafas sistemasiga oid barcha a'zolar. Birlamchi og'izdan kiramiz-ku. Birlamchi og'izdan kirsa, qizil o'ngachdan ketilsa hazm sistemasiga, kekirdakdan ketilsa nafas sistemasiga boradi. Shu og'iz birlamchi og'izdan kirgan ikkita organlar sistemasi. Hazm va nafas sistemasi endodermadan hosil bo'lgan. Hazm nafas sistemasi ularning barcha a'zolari. Xo'rda ham endodermadan paydo bo'lgan. Tushunarlimi? Shu ko'rishda yaxshi yodlab olasizlar-da. Mayda-chuyda savollar beriladi-da bundan. O ichiga kiriladi. Misol uchun alveola epiteliyalar qaysi qavatdan paydo bo'lgan deydi. Qaysidan? Ektoderma xato. Ektodermadan teri epiteliyasi. Endodermadan alveola nima? O'pkadagi havo pufakchalar, to'g'rimi? Ha, nafas olish sistemasiga kiradimi? Demak, alveolalar qaysi qavatdan paydo bo'lgan? Endoderma qavatidan paydo bo'lgan. Otolitar toshchalar. Otolitar toshchalar u boshda bo'ladi hozir. O sizlarga yaxshi kalit so'z aytaymi mana shu. Bo'yindan tepasi bor-ku. Bo'yindan tepasidagi hamma narsani nerv nay suyak muskuldan tashqari bo'yindan tepasidagi hamma narsani ektoga olaverasiz. Sezgi bo'ladi, muvozanatdan ta'minlaydi otolitar toshchalar. Demak, sezgilar hammasi qayda dedim? Ektodermadan. Otolitar toshchalar ham ektoderma qavatdan paydo bo'ladi. Xo'p, nog'ora parda. Ektoderma qavatdan paydo. Nefron, endoderma. mezodermadan nefron nima? Ayrish sistemasining barchasi mezodermadan. Spermatozoidlar. Ayrish mezoderma. Mezoderma. Ayrishmi? Yo'q, mezoderma. Ha, jinsiy sistema. Spermatozoidlar jinsiy hujayra hisoblanadi, mezodermadan paydo bo'ladi. Tuxumdon, Mezoderma. urug'donchi. U ham mezoderma. Qosh, Ektoderma. soch, Ektoderma. kal odamni soch. Kal odamni soch bo'lmaydi-yu. Ektoderma. Yaxshi, demak, organlarni qaysi qavatdan paydo bo'lgan bildinglar. Bo'ldi, shuning bilan asosiy embrional rivojlanish 3 ta bosqichni ko'rib chiqdik. Foydalanish gastrologiya organizmingiz. Hop, bugungi to'xtaladigan asosiy mavzularimiz shu edi. Keyingi mavzularni keyingi darslarda gaplashamiz.